6. bab. Ayub mundaq javob berdi. Hasratlarimni taroziga silib bakkan bolsang, manga kelgan bala qazolarni o'lchab bakkan bolsang, dengizlardagi qumlardinmi ig'ir kelatdi. Şuna men o'ylanmayla javob berdim. Manga hammaga qodir Xudoning o'qlari tegdi. Ruhim uningdagi zaharni sümürmekte. Xudo meni har xil baloyi ofatlar bilan qo'rqitmoqda. Yavoy ichakning o't cho'pi bo'lsa, hangramdu. Koluning halpi bo'lsa, mo'ramdu. Sening tuzsiz taomdak so'zlaringning nemi lazzati bo'lsin? Kimning ta'mi yo'q tuxum eqini yeguz kelsin? Aşundaq lezzetsiz taamlarni yemeymen. Ularni o'ylasamla ko'nglim elişidu. Arzuyum amalga oshsa idi. Xudo tiligimni bersa idi. Xudo meni ezishga rozi bo'lsa, qo'lini ko'tarib jinimni olsa idi. U vaqtda mening uning muqaddas so'zlaridan vaz kechmaganlikim manga tasalli bo'lar edi. Cheksiz azob ichidan xushallik topar edim. Menda yana kutkudak nemi mağdur bo'lsin. Kelgusimni kutkudak yana qandoq toqat bo'lsin. Acaba men toshdan yaratilganmi? Tenim tushdan so'qilganmi? Özümni qutquzgudak madorim qolmadi. Mangudak yo'limmi qolmadi. Agar birisi ümidsizlangan do'stiga mehribonlik ko'rsatmasa, u o'zining hammaga qodir Xudoga bo'lgan ixlosni yo'qotgan bo'ladi. Xuddi fasllik daryolardek ba'zida kelib, ba'zida to'xtaydigan iqinlardek qarindoshlarım ishonchsizdir. Muzla erib, sular oqqanda, qor sulariga latqilar qo'shilib, mo'l iqinga aylanadi. Havo isig'anda suyi azlab, tomuz issiq bo'lganda butunlay qurib ketadi. Karvallar su izlashib, yo'lidan ezib, qaqas cho'lda o'lib ketadi. Tamodan kelgan karvallar iqin izlashidi. Shiboliq sodigarlar suning eqib kelishini kutadi. Kutganlari yo'q chiqib, ularni ümidsizlik bosidi. Kutgan yerlariga berib, yuraklari puchulindi. Susiz iqinlarga o'xshash sizlarmi manga yordam bermaysizlar. Manga kelgan baloyu ofatni ko'ribla, texmi qo'rqib ketyapsizlar. Men sizlarga boyliqinglardan manga beringlar yoki pora berib meni qutquzinglar deganmidim? Yoki men qutquzinglar dushman qo'lidan va setvilinglar zo'ravonlardan deganmidim? Qani aytinglarchu, jimjit turib so'zinglarni anglay. Qaysi ishda xato qilganligimni tushuntirib qo'yinglar. Haqiqatan to'g'ri so'zning kuchi zo'rdir. Lekin meni ayblashga nima asosinglar bor? So'zlarimni tanqid qilmoqchimisizlar? Umidsiz odamning aytgan so'zlari xuddi shamolga o'xshash deb o'ylamsizlar? Sizlar yetimlarning ustida chek tortisizlar. Do'st birodaringlarni setib etisizlar. Endi marhamat qilib manga qaranglar. Men yuzma-yuz turib sizlarga yolg'on aytmayman. Yeter endi. Nohaqchilik qilmanglar. Yana o'ylanglar. Menda ayib yo'q. So'zlarimda haqiqatsizlik bormi?
Mən toğrı xatani fərqləndirələyəm.